Qorbobo o'zi kim? Barchaga Qorbobo yoki Santa Claus nomi bilan yaxshi tanish bo'lgan bu personaj asli 4-asrda hozirgi Turkiyaning janubida joylashgan Demir shahrida yashagan Nikolay Gotnikning timsolidir. Ingliz tilidan Santa muqaddas, Claus esa Nikolay deb tarjima qilinadi. Nikolay yakka xudolik, ya'ni tavhid ta'limotiga qarshi kishi bo'lgan hamda Iso Masih alayhissalomni inson emas, balki iloh ekanligini da'vo qilgan. Yana Nikolay xristianlarning uchta xudolik botil aqidalari va Iso Masihni ilohiylashtirishga qaratilgan Nikeya majlisida faol ishtirok etgan. Yangi yilni esa mushrik e'tiqodidagi soxta xudo Mitraning tug'ilgan kunini o'rniga nishonlash odat tusiga kiritilgan. Qorboboning ruscha obrazi qadimgi slavyan mushrik odatlariga borib taqaladi. Qishda taxminan 29-dekabrlarda qishloqdagi eng chiroyli qizni tanlab olingan. Uni tahqirlagan holatda o'rmonga olib borib